F kuchining ta'sirida F maksimaldir. Shunda F maksimal kuch teng bo'ladi Newtonning ikkinchi qonuniga ko'ra mk jism plus ml ko'paytirilgan a ga. Va undan a ni topsak F maksimal kuch taqsim mk plus ml bo'ladi. Endi mana shu yerda pastdagi jism qaysi kuchning hisobiga harakatlanadi desak, bu pastdagi jism ishqalanish kuchi ta'sir qilishini hisobiga harakatlanadi. Shunday ekan, ml jismni a tezlanishiga ko'paytirsak, ishqalanish kuchiga bo'lishi kerak. Endi a ning o'rniga tepadan a ni olib kelib qo'ysak, ml ko'paytirilgan f maksimal qism mk teng bo'ladi f ishqalanish kuchiga. Endi joy-joyga qo'yib hisoblasak, ml deganimiz 5, f maksimal bizda noma'lum, ml deganimiz yana 5 plus mk deganimiz 3 bo'ladi. Teng ishqalanish kuchi faqat pastdagiga ta'sir qilayotganligi uchun mu mg ga qo'ysak, mu mlg ga. Shunda bizda 0,5 ko'paytirilgan mlimiz 5 ishqalanish kuchi bu yerda ikkala asta bo'lsa tepadagi 3 kg bilan bo'lar ekan. Demak 3 kg bo'yicha bo'lsa ml emas, mana bu ishqalanish kuchida mk ko'paytirilgan ishi bo'ladi. Chunki mana bu kuch faqat ishqalanish kuchi, reaksiya kuchi bo'yicha hisoblasak, sirtdan oraliqda yo'q, faqat m1 bilan m2 orasida bor, 3 kg da bor. Shuning uchun mk deb ketamiz. 0,5 ko'paytirilgan mkmiz 3, jimiz 10. Shunda mana bu 0,5 bilan 10 qisqarsa 5 qoladi. 5 bilan bu tomonda 5 qisqartirsak f maksimal teng bo'ladi 3 ko'paytirilgan, mana bu mahrajda 8 ko'paytma bo'lib chiqsa 3 kara 8 ga. Bu natijasi 24 newton kelib chiqadi. Javob 24 newton bo'ladi, mana B javob. Masalani yana qayta tushuntiraymi?